Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi ma'ruza mashg'ulotimiz gidrosfera haqida umumiy tushuncha. Bu mavzuni 4 ta reja orqali yoritib boramiz. Demak, birinchi reja gidrosferaning ilmiy ta'rifi va mohiyati. Ikkinchi reja gidrosferaning tarkibiy qismlari va ularning ulushi. Uchinchi reja esa gidrosferaning biosfera va boshqa geosferalar bilan aloqasi. To'rtinchi reja esa gidrosferaning inson hayotidagi roli va amaliy ahamiyati. Demak, gidrosfera yunoncha so'zdan olingan bo'lib, gidro suv, sfera shar degan ma'noni anglatadi. Yerning suv qatlami bo'lib, okeanlar, dengizlar, daryolar, ko'llar, yer osti suvlari, muzliklar va atmosfera bug'larini o'z ichiga oladi. Gidrosfera yerning boshqa geosferalar, ya'ni litosfera, atmosfera, biosfera bilan uzviy bog'liq holda faoliyat yuritadi. Suvning fizik va kimyoviy xossalari, ayniqsa issiqlik sig'imi va erish xususiyati yerda hayotning barqarorligini ta'minlaydi. Gidrosferaning tarkibiy qismlari. Gidrosfera quyidagi asosiy qismlardan iborat. Okean va dengizlar eng katta suv ombori. Muzliklar va qor qoplami asosan qutb va tog'li hududlarda, yer osti suvlari gidrogeologik qatlamlarda joylashgan. Ko'llar, daryolar va botqoqlar ichki suv resurslari hisoblanadi. Atmosferadagi suv bug'lari suv aylanishining ajralmas qismi hisoblanadi. Bu tuzilma suvning global miqyosida qanday taqsimlanishini va har bir manbaning ekologik ijtimoiy ahamiyatini anglashga xizmat qiladi. Suvning tabiiy aylanish jarayoni. Gidrosferadagi suv doimiy harakatda bo'ladi. Bu harakat gidrologik tashkil etadi va quyidagi amalga oshiriladi. Quyosh energiyasi ta'sirida bug'lanish sodir bo'ladi. Kondensatsiya natijasida bulutlar hosil bo'ladi. Atmosfera yog'inlari, ya'ni yomg'ir, qor, do'r yerga tushadi. Yuza qismi va filtratsiya orqali suvlar okeanlarga qaytadi. Bu jarayon yer usti va yer osti zaxiralarining tiklanishi, iqlim shakllanishi va ekotizimlarni hayotini asosi hisoblanadi. Gidrosferaning biosfera bilan o'zaro aloqasi. Gidrosfera biosferaning ajralmas qismi bo'lib, unda mikroorganizmlar, o'simliklar va hayvonlar yashaydi. Okeanlar eng yirik biologik muhit hisoblanadi. Suvda yashovchi organizmlar bioekologik aylanishlarga faol ishtirok etadi. Suv organizmlar uchun nafaqat yashash muhit, balki oziqlanish va ko'payish maydonidir. Shuningdek, gidrosfera iqlimni boshqarib turadi. Bu esa biosferadagi turlar xilma-xilligiga ta'sir qiladi. Ekoturizm va dam olish uchun muhim hisoblangan BMT tashkilotlariga ko'ra 2030-yilgacha global suv tanqisligi 40% ga yetishi mumkin. Shu sababli suv resurslarini oqilona boshqarish global dolzarb masalasi hisoblanadi. Global muammolar suv kislorodning kamayishi, o'lik zonalar, gidrosferaning ba'zi qismlarida kislorod miqdori keskin kamaygan. Masalan, Meksika qo'ltig'ida yuzlab kvadrat kilometr suv osti hududida anaerob muhitga aylangan. Bu holat o'lik zonalar deb yuritiladi va dengiz hayoti uchun xavfli hisoblanadi. Mikroplastik muammosi esa okean suvlarida diametri 5 mm dan kichik bo'lgan mikroplastik zarrachalari to'planmoqda. Ular suvdagi mikroplanktonlar orqali oziq zanjiriga kirib, inson organizmigacha yetib bormoqda. Bugungi ma'ruza mashg'ulotimiz mana bulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.